Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Ömer Qanat Xitoyning yangi chegara nizomining xalqaroning eg'izini tuvoqlash uchun ekanligini ilgari surgan. Xitoy o'tgan hafta chegaradan chiqish kirishni boshqarish yangi belgilamasini e'lon qilgandan keyin bu belgilama xalqaro va Uyg'ur jamiyatida diqqat qo'zg'agan edi. Mazkur belgilamada chegaradan kirganlarning davlat sirtida Xitoy davlat bexatarligiga qarshi ishlari borligi bayqalsa, chegaradan chiqadiganlarning davlat ichida ilgari davlat bexatarligiga qarshi harakatlari borligi sezilsa, mazkur shaxsning chegaradan kirishi yoki chiqishini to'xtatish, pasportini tortib olish, belgilik muddat kirish chiqish huquqini bekor qilish o'ttirib qo'yilgan. Xitoy 2023 yildan boshlab oz sondagi kishilarning chegaradan kirib chiqishiga yo'l qo'yish orqali Sharq Turkistonda vaziyatning normalligini va irqiy qirg'inchilik yo'qligidagi tasavvurni yaratishga uringan edi. Oldin qapda nopuzliq tadqiqotchi Adrian Tsents va Muattar Eloqut e'lon qilgan Xitoyning chegara halqigan bostirish haqidagi dokladda mazkur atalmish normallashishning saxtalik fosh qilingan bo'lib, chegaradan kirib chiqqanlarni nazorat qilish, taktissilish va Xitoyning tashviqotchiligiga selishning o'xshash davom qilayotganligini paketlari bilan ko'rsatib bergan. Bu haqda o'tgan hafta Diplomat jurnalida Xitoyning Millatlar Ittifoqligi qonuni haqida maqola e'lon qilgan Ömer Qanat apandi Xitoyning bu xil qonun va belgilamalardagi cheklamalarning yangi emasligini, uning faqat mavjud cheklama va bostirishlarni texmi keng, texmi to'salg'isiz elib berishga yo'l hozirlaganligini o'ttirib qo'yib, Xitoyning chegara zo'ravonligining Sharq Turkistonlik mustamlikasi boshlangandan beri mavjud ekanligini, faqat cheklamani kengaytish bilan birga xalqaroning eg'izini tuvoqlash uchun bu xil yangi qonun belgilamalarini chiqarayotganligini ilgari surgan. Telegraf giganti Nokia oxiri Xitoydan voz kechdi. Finlandiya telegraf uskunalari giganti Nokia shirkati Xitoy cho'ng quruqliqidagi xizmatchilarining ko'p qismini qisqartishni va yil oxirigacha Xitoydagi tarmoqlarni bosqichga ayirib taqashni planlagan. Bu ahvoldan xabardor manbalarning aytishicha, 40 yildan ortiq vaqtdan buyon Xitoyga nurg'un ilg'or texnikalarni o'g'irlatib kelgan Nokia shirkati raqobatchilarga uqtirib qo'yganlikdan Xitoydan keng ko'lamda chekinish qarorini olgan. Xitoy manbalaridami Nokianing Xitoy cho'ng quruqliqidagi ko'chma to'ri va to'r ulaslari korxonalarida xizmatchilar turkumlab ishdan bo'shatilgan bo'lib, keng ko'lamli qisqartishlar bu yilning oxirigacha tamomlanishi mo'ljallanmoqda ekan. Navbatda Xitoyda buning ta'siriga uchraydigan xizmatchilarning umum soni aniq emas bo'lsa-mu, Nokianing 2025 yilining oxiridagi yillik dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy cho'ng quruqliqi Hong Kong va Tayvanda taxminan 7200 xizmatchisi bor bo'lib, asosiy tarmoqlari Beijing, Shanxay, Hongzhou, Chengdu va Qingdao qatorliq shaharlarda bo'lib, shirkat bu rayonda tijoratini qisqartish sababidan bu xizmatchilarning ko'p qismini ishdan bo'shatishni planlagan. Nokia shirkatining bayonotchisining aytishicha, Nokia Xitoydagi ishlarni dunyo miqyosidagi faoliyatlar bilan texim yaxshi moslashtirish uchun tadbir qo'llanayotganligini va yaqin yillardan buyon Xitoydagi savdosining muqim holda yildan yilga tuvalliganligini bildirgan. Telegraf shirkati sifatida dangliq Nokia shirkati Yanfon savdosini Microsoftga setishdan burun bu shirkat dunyodagi eng chong telefon ishlab chiqaruvchilarining biri edi. Albatta, Nokia shirkatining Xitoydagi keng ko'lamli chekinishi Xitoy bozorida minglagan kishilarni ishsiz qoldirdi ekan. Uzundan buyon talash tartish qilinayotgan Xitoy virusining Wuhan tajribaxonasidan chiqqanligi haqidagi ayblashdan jinoiy e'tirofga o'zgargan. Antoni Fauci rahbarligidagi sayya o'rindagi yuqori darajalik amaldorlar koronavirusning Wuhan tajribaxonasidan chiqqanligi to'g'risidagi da'volarga qarshi turish uchun Xitoy olimlari bilan til biriktirgan hamda federatsiya xotiralarini yoshirgan. 2006 yilidan 2022 yilgacha davlatlik allergiya va yuqumli kasalliklar institutining mudir ishxonasida yuqori darajalik maslahatchi bo'lgan David Morales seshanba kuni Amerikaning Maryland shtatining Greenbelt shahrida jinoyat o'tkazish va Amerikani aldash uchun til biriktirganligini e'tirof qilgan. Moralesning e'tirof qilishi yuqumning Wuhan virusologiya institutidan tarqalganligini va g'arb axborot organlarining baholashidagi tajribaxona farazlarini ehtimollik doirasiga kirgizdi ekan. Germaniya Federatsiya axborot idorasi virusning Wuhan virusologiya institutidan tarqalganligi ehtimolligini 80% dan 90% kishi baholganligi xabar qilingan edi. Markaziy axborot idorasi hozir tadqiqot munosabatlik manbani tabiiy paydo bo'lishdan ko'ra tarqatilganlik ehtimolligi yuqori deb qaraydi ekan.
Morenisning iqrorida yana ism-jismi oshkorlanmagan ma'lum bir tashkilot rahbari bilan qonunsiz sovg'at berish va kelishimni til biriktirganligini e'tirof qilgan. Bu kishi Morenisning uyiga parda orqasidagi aldamchiliklar uchun sovg'atli aroq avatgan. Anda Morenis bu sovg'atga loyiq bo'lish uchun donglik tibbiy jurnalga koronavirusning tabiiy kelib chiqishini tashabbus qiladigan baho yozgan. Taftish mahkamasining aytishicha, bu rahbar yana Morenisni Parij, Nyu-York va Washingtondagi Michelin yulduzli restoranlarda tamoq yeyishga taklif qilgan. Morenis 12 noyabr kuni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin bo'lib, uning advokati Timothy Bilevets doktor Morenis bugun gunohini e'tirof qilish orqali qilgan ishlariga mas'ul bo'ldi. U buni davomlashtirdi degan. 7 may Ottavada o'tkazilgan Kanada kuchlik va erkin tor yig'inida yuqum mezgilida davlat ishlari kotibi bo'lishdan burun CIA'ga rahbarlik qilgan Mike Pompeo Amerika hukumatining 2019 yilning oxiri va 2020 yilning boshlariga kelganda virusning Xitoy tajribaxonasidan kelib chiqqanligiga qarata yuqori ishonch va yaxshi dalil borligini, virusning qasddan tarqatilganligini aytgan bo'lib, uning qarashicha Xi Jinping kishilarni aeroplanga chiqarib Yevropaga avatgan va u o'zining nima qilayotganligini bilatdi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Hürmetli körümenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.